Akalar iloji boricha manfaatli video qo'yishlikka harakat qilamiz. Nasib bo'lsa hamma videolarimizdan foyda ko'rasizlar. Nasib bo'lsa ketgan vaqtlaringiz achimaysizlar deb o'ylayman. Hozir Urgutimizga joylashgan bitta xozmakka kelganmiz. Urgut bo'yicha eng arzon deb nasib bo'lsa aytibdilar akamiz. Ham Optum. Internetga ko'rib turgan mana bu dreadlaringizni 300 ming so'm, 350 ming so'm ko'raydik, to'g'rimi? 200 ming so'm narx qo'yib qo'yibdilar. Lustralar 150 ming so'm, 350 ming so'm. 600 ming so'm o'sha atrofga sotilgan lustralar. Mana bu tarafga usta akalarimizga kerak bo'ladigan asbob uskunalar. Bu taraf oshxona jihozlari. Assortiment qilib qo'yibdilar. Kelgandan mana shu narsani narxini so'radimki, haqiqatdan arzonmi bu xozmak degan maqsadga. Bu narsada men o'zim ko'p ishlataman. 25 ming so'm, 20 ming so'm olaydim. Aka necha pul desam 15 ming so'm dedilar. Men xursand bo'ldim, chunki nasib bo'lsa manfaatli bo'ladi. Bu tarafimiz malyar akalarimizga kerak bo'ladigan asbob uskunalar. Bu taraf santexnika. Termoska, trenddagi perchatkalar. Bu perchatkalarda o'zi ko'pincha artistlar olibdimi? Kelayamiz nasib bo'lsa. Akalar mana bu pena, Bayun penasi Xitoydan birinchi qo'l o'zlari dilerligini olgan ekanlar. Buni narxini aytmang dedilar, chunki boshqa bir Urgutdagi xozmak aka-xolarimiz xafa bo'lib qolmasin deyaptilar. Narxlari nerealni arzon. Ana endi bu ichkari tarafga kiramiz. Bu tarafga ko'rib turibsizlar, drill, elektronika narsalar. Firmenniy. Akalar ko'pchiliklaring bilasizlar, men o'zim mashina ustasiman. Qachon xozmakka kelsam, mana shu asboblarni ko'rib olgim keladi. Yangi asbob ishlatishlarning manzili. Narx-navolarni ko'rdilaring, arzon bo'lsa kommentariyaga yozasizlar. Bu xozmagimizning manzili Urgut yangi bozoriga joylashgan. Urgut tarafdan kelaverishda yangi bozorning eng oxirgi ko'chasidan to'g'ri pastga tushasiz. Hamd 786 nomli xozmak. Barchangizni kutib qolamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta laykni bosib qo'yasiz. Layk bosishni bilmasangiz, jumadan so'rasangiz o'rgatadi. Sog'lik, salomatlik.